Va nihoyat o'zimni qadrdon uyimdaman. Ha, nihoyat dam olishdan qaytdim va o'z uyimdaman. Ajoyib, lekin afsuski menda ovqat yo'q, chunki men naqd 2 hafta dam olishga ketdim. Barchaga salom, sizlar bilan men Dermanman va men uyushgan jinoyat to'da a'zosiman. Ha do'stlar, meni bossimiz dam olish jo'natganda buni qaranglar, atrofda qor, hamma yoq sovuq. Men esa issiqqinada uyimda o'tiribman, lekin afsuski menda ovqat qolmagan. Shuning uchun ham hozir do'konga borishim to'g'ri keladi, lekin do'konga ovqat uchun emas, pul uchun boraman. Ha do'stlar, chunki men jinoyatchiman, banditman. Mana menda ovqat qolmagan afsuski. Va xo'sh do'stlar, menda bor yo'g'i 2 dona non bor, xolos. Mana shunaqangi bu ham komanda qilaman sizlarga qulay bo'lishi uchun va men hozir qurolimni olishim kerak. Ha, menda qurol bor, lekin men do'konni o'marishga yoki birovni o'ldirishga bormayman. Men o'z ulushimni olaman xolos. Gap shundaki, banditlarga yerto'lamam chang bosib ketibdi men yo'g'imda. Mayli, bu yerda menda seyf bor. Xo'sh, mana shuni hozir ochishim kerak. Xullas, men o'zimga qarashli do'konlarga, ya'ni ular do'konlar meniki emas. Ammo mayli, hozir sizlarga hammasini tushuntirib beraman. Mana bu yerda ozgina pul bor, lekin bular qora kunga bularni ishlatmayman. Xo'sh, mana menda revolver bor va unga patronlar. Mana bu konvert qayerdan keldi ekan? Qiziq. Esimda yo'q, balki axir bu DDR kanali-ku. Ha, axir ketishimdan avval dam olishga obuna bo'lmoqchi edim. Bilasizlarmi, u yerda juda ham qiziqarli videolar bor edi. Ha, banditlar ham dam olib turishadi. Shuning uchun ham esimga chiqmasdan hozirroq kelinglar, obuna bo'lib qo'yaman. Sizlarga ham shuni tavsiya qilaman, chunki bu yerda juda ham qiziqarli videolar bor. Bo'ldi do'stlar, yaxshi, yerto'lamni keyinroq tozalab olaman. Hozir esa xullas chiroqni o'chirishim kerak. Xullas, sizlarga gapirayotgan edim do'kon haqida. Xullas, u do'kon menga qarashli, nima desam ekan, men u do'konni himoya qilaman. Ha, boshqa agar bironta banditlar masalan o'marmoqchi bo'lishsa yoki biror bir muammo bo'lsa, do'kon egasi menga qo'ng'iroq qiladi va men borib hal qilib beraman. Ha, shunaqangi ajoyib tizim. U esa buning uchun menga pul to'laydi. Hech qanaqangi o'g'irliklarsiz. Mana bu juda ham ajoyib. Hech nima qilmasdan pul ishlab yotish mumkin. Lekin menga bor yo'g'i bittagina do'konni berishgan. Chunki menga oylik to'lashmaydi afsuski. Axir biz har bir ishdan o'zimizni ulushimizni olamiz. Shuning uchun ham do'kon bu juda ham yaxshi. Pul injenerson eshiklar bilan har doim muammolar bo'lgan. Mayli, hozir biz aynan o'sha do'konga yo'l olamiz. Hamma yoq oppoq qor, hatto gullar ham so'lishga ulgurishmagan, chunki endigina qor yog'ishni boshladi. Havo sovuq, yaxshi ham issiq kiyinib olganman. Men issiq joylarda jinsi hamma yoq iflos bo'lyapti. Issiq joylarda dam olib keldim, shuning uchun ham bu sovuq menga juda ham yoqmayapti. Mayli. Assalomu alaykum janob Jitel. Darb, tirikmisiz? Bu yerga yangi narsalar. Tirikmisiz? Qanaqa savol bo'ldi? Men sizni o'ldi deb o'ylabman. Yo'q, nimaga o'laman? Axir mana tirikman. Axir pul uchun har doim kelardingiz. Ha, mana keldim. Men sizni kelmaysiz deb o'ylagandim, chunki bir hafta kelmadingiz, ikkinchi hafta ham. Janob Jitel, men do'stlar uchun kelmasligim, qizlar uchun kelmasligim, shon shuhrat obro' uchun kelmasligim mumkin, lekin pullar uchun albatta qayoqqa bo'lsa ham kelaman. Kechikishim mumkin, ammo kelaman. Shuning uchun keling, oramizga sovuqchilik tushmasin. Pullarimni taxlang. Yo'q, lekin pullar yo'q. Yo'q, demak biroz xo'sh, endichi shunday qilishingizni biluvdim. Xo'sh, pul berasizmi yoki majburlab olaymi? Beraman, nima ham qilardim. Mana bu yaxshi bo'pti. Biror nima bo'lsa bilasizlar nima qilishni. Ha, qo'ng'iroq qilaman. Mayli, ishlaringizga omad. Sizga ham. Ha, do'stlar. Bir odam aytgandek, yaxshi gapga revolverni qo'shsa, undan ham yaxshi. Qiziq, do'stlar, bilasizlarmi, meni jinoiy guruhimdagi yigitlar nima qilyapti ekan? Boss va boshqalar. Xo'sh, kelinglar hozir qo'ng'iroq qilamiz. Xo'sh. Alo, Leo, qalay? Alo, Darb, o'zingmisan? Ha, o'zimman. Nima edi? Sen tirikmisan? O'ldi deb o'ylagandim. Nimaga bunga g'alati savollar beryapsizlar? Avval do'konchi, endi sen tirikman, shunchaki dam olishda edim. O'zing jo'natding-ku. Lekin seni bir haftaga jo'natganim. Sen esa 2-3 haftadan beri yo'qsan. Menga yoqdi, shuning uchun ham o'sha yerda yana bir hafta qolishga qaror qildim. Sizlarda esa bu yerda qor yog'ib yotibdi.
Mayli, u bilan gaplashishning foydasi yo'q. Hozir yana savollar berib o'tiraverdi. Yaxshisi, hozir biz uni yoniga boramiz va o'zi bilan bahorcha hammasini muhokama qilib olamiz. Bizning binomiz mana shu yerda, mana shu birinchi qavati bizniki, bizning yigitlar, pullar hammasi shu yerda. Do'stlar, hozir hammasini sizlarga ko'rsataman. Yoqadi degan umiddaman. Xo'sh. Yo'q, nega yopiq? Har doim ochiq bo'lardi. Yigitlar, qulflanib oldinglarmi? Men keldim. Eshik yopiq. Yigitlar, kimdir bormi? Yo'q. Menimcha, ichkarida hammasi joyida, narsalar ko'rinmayapti, faqat vakillar qo'ng'iroq qilamiz. Allo, Leo. Nima bo'ldi? Nimaga eshikni ochmayapsizlar? Gapni oxirigacha eshitish kerak edi. Biz boshqa joyga ko'chib ketdik. Qayoqqa ko'chib ketdinglar? Shahardan chiqishdagi katta binoga. Aniqroq uni yerto'lasida o'tiribmiz hozir. Xo'p, tushunarli. Yo'q, nimalar bo'ldi ekan bu yerda? Men 2 hafta bo'lmadim. Qiziq, juda ham qiziq. Hozir mayli aytgan joyga boramiz, shahardan chiqishga. Qiziq, mana bu yerda buni qaranglar. 2 ta Mercedes turibdi. Qiziq, kim keldi ekan? Juda ham qiziq ishlar bo'lyapti bu yerda. Menga g'alati savollar, bizni joyimizni o'zgarishi, qanaqadir 2 ta Mercedes bizning shaharda bunaqasi umuman bo'lmagandi. Ya'ni Mercedes mana o'sha bino shahardan chiqishdagi. Xo'sh, qani hozir so'rab surishtirib ko'r. Sekin jin ursin. Yo'q. Bu men derman, nimalar bo'lyapti? Otma. Biz tomonga kim bunday baqir-chaqir qilib kelyapti ekan deb hayron qoldim. Darb, yaxshimisan? Yaxshi, endi seni otmoqchi edim. Jin ursin buni. Mayli. Xo'sh, bunga gapirishning foydasi yo'q. Bu g'alati yigit o'zi. Salom jim, ko'rishmaganimizga ham 2 hafta bo'ldi. Tashqarida nimalar bo'lyapti? Meni otishmoqchi bo'lishdi. O'zimdan qo'rqib ketdik. Xo'sh, yangi joyni ko'raylikchi. Bizda yangilik. Hop, ko'rdim. Yangi joyga o'tibsizlar. Menimcha qishda katta binoni isitmaylik deb bu yerga o'tib borishsa kerak. Xo'sh, nima gap? Gap shundaki, hammasi unchalik ham yaxshi emas. Nima yaxshi emas? Bossning yoniga kir. Shu yerdami? Okey. Leo, qalay? Ishlar bo'lyaptimi? Nihoyat kelding. Keldim. Nimalar bo'lyapti? Qani menga hozir hammasini aytib berchi. Juda ham yomon ishlar bo'lyapti. O'tirib ol. Xo'sh, nimalar bo'lyapti ekan? Bizni siqib chiqarishdi. Qayerdan siqib chiqarishdi? Axir o'zimizning o'rnimiz bor edi-ku. Lekin hammasiga mafiyachilar aybdor. Mafiyachilar nima qilishdi? Bizni mashinalarimizni olishdi, pullarimizni. Tushunarli. Men 2 hafta bo'lmadim. Hammasini, biznesni, ishni hammasini xullas oqizib yubordingiz, to'g'rimi? Yo'q, endi shunday bo'lib turadi-da biznesda. Albatta bo'lib turadi. Xo'sh, endi nima qilmoqchisan? Albatta hammasini qaytarib olishni istayman-da. Sen ko'p narsani istaysan. Mayli, bo'ldi, boshimni qotirma. Xullas topshiriqni eshit. Xo'sh, nima qilish kerak? Zapravkada xullas 2 tagina hozir Mercedes turibdi. Yigitlar aytishdi. Men ham ko'rdim. Undan ham yaxshi. Xullas, ana shu Mercedesning egasi mafiya otalaridan biri. Agar uni o'ldirsam, unda hozirning o'zida bir kalit bor va uni hujjatlari ham bo'lishi kerak. Xo'sh, ana o'sha bilan bankka borasan va bankdagi bir narsani olishing kerak. Xo'sh, nima ekan? Bankdagi 3-qutida granatomyot bor. Granatomyot? Bazukami, bilmadim, ko'rmaganman. Xullas, portlaydigan o'q otadi. Demak, bankka borishim kerak. Bankda hammani o'ldiraymi? O'ldir. Yaxshisi, agar qo'riqchilar bo'lsa, qo'riqchilarni o'ldiraman, odamlarga tegaman. Bu seni xohishing. Ishni bajarsang bo'ldi. Uni qo'riqchilar bo'ladimi, mafiya otasini? Albatta bo'ladi. Ehtiyot bo'l. Shuning uchun ham senga bir narsa tayyorlab qo'yganman. Ana shundan gapirchi. Hozir ana yerdagi shkafni ochib qarasang, u yerda sening uchun qurol bor. Menda o'zimda revolver bor, lekin mayli, qurolga hech qachon yo'q demayman. Xo'sh, yana nima bor? Hammasini ko'raverasan. Yonimdagi shkafda esa zirhlimcha. Mana bu yerda montirovka menga kerak emas. Hozir qulflamagan ekan. Yaxshi va makun, mana bu ajoyib. Mana buni men tushunaman. Xo'sh, va beysbol tayoqchasi. Mana shunday boshiga uraman mafiya otasini. Xo'sh, yana nima deganding? Yonimdagi shkafni tekshir. U yerda sening uchun zirhlimcha bor. Okey. To'g'ri, axir qo'rqchi. Axir bu iskovchilarnikidan-ku. Qayerdan topding? Ochishma vaqtida. Yo'q. O'likdan olgandirsan. Ha. Mayli, ishlatilgan, Albatta.
Okey, mayli, nima ham qilardim. Yo'qdan ko'ra, mayli, men topshiriqqa tayyorman va ketdim. Omad. Rahmat. Do'stlar, Leo bilan gaplashib oldik. Bu hali ham o'tiribdi. Bizda yigitlar ko'p edi, nima bo'ldi tushunmayapman. Mayli, hammasini keyinroq gaplashib olamiz Leo bilan, lekin avvalga men aytilgan ishni bajarishim kerak. Ishqilib ketib qolishmasin. Umid qilaman ketib qolishmaydi. Agar bu yerga kelishgan bo'lsa, yana ikkalab mashina bilan, demak, nimadir bu yerda bo'lyapti. Balki soqqa qilishayotgandir. Xo'sh, ichkarida turibdi ana qo'riqchi va bossni o'zini ko'rmayapman, lekin mayli, bu yerda ikkita mashina. Qiziq do'stlar, ajoyib. Agar ichkarida juda ham ko'p odam bo'lsa, tamom bo'ldim desam ham bo'ladi. Xo'sh, bu yerda ana bitta qo'riqchi va jinoyatchi men tomonga o'girilyapti. Sekin do'stlar. Mana bunday qilib qarayman. Xo'sh, men tarafga qarab turibdi. Umid qilamanki, sezib qolmaydi meni. Mayli. Hozir kiramiz. 1 2 3. Salom. Qani patronlardan sekin o'tyapti. Mana seni mana shuni o'ldiraman. Bo'ldi. Nimalar qilyapsiz agar do'konimda? politsiyaga qo'ng'iroq qiladigan bo'lsang, bulardan Qilaman. sen bilan o'tiraman. Bo'ldi. Xo'sh. Kim ekanmizda bu yerda? Iltimos, meni otmang, istaganingizni beraman. Pul desangiz pul. Aha, pul desang pul. Menga seni pullaring kerak emas. Menga seni quroling kerak. Istaganingizni beraman deyapman-ku. Yo, seni tirik qoldira olmayman. Shuning uchun ham qani boshingni tayyorlachi. Do'stlar aytgandek, hujjati ham bor ekan. Yaxshi, asosiysi kalt bilan bankda menimcha uni o'zini seyfi yoki o'zi uchun sekin otib qo'ymish kerak. Yachekasi bo'lsa kerak. Ana shu yerdan olamiz, mayli. Qayta to'lab qolish kerak, chunki bankda aniq qo'riqchilar bo'ladi va u yerga borib birovning nomidagi narsani, ya'ni o'sha yachekani ochishimga aniq norozi bo'ladi. Shuning uchun ham tayyor bo'lish kerak. Do'stlar, nima deb o'ylaysizlar? Sizlarga meni sarguzashtlarim yoqyaptimi? Agar yoqayotgan bo'lsa, kommentariyda plyus deb yozib qoldiringlar va aynan nima yoqayotganini ham yozib qoldirishingiz mumkin. Otishmalarmi yoki odamlar bilan gaplashayotganimmi, ya'ni voqealar rivojimi? Mayli do'stlar, hozir sekin mana do'stlar, bank mana bu yerda nega o'zlari olish olmadi? Hayronman. Menimcha yigitlar shunchaki qo'rqishgan, chunki shuncha odam shundoq ham yo'qotdik. Mayli, men bo'lganda balki yo'qotmagan bo'lardik. Xo'sh. Do'stlar, mana qo'riqchi bitta, qo'riqchi ikkita va ichkarida odamlar. Mayli. Hozir 1 2 3. Sekin, hech kim qimirlamasin. Agar qimirlasangiz otaman. Jin ursin. Patronlar yo'q. Patronlar mayli, Makonda bor. Hayotda sizlarga bo'ysunmayman. Mayli, hozir jangga kirishaman. Menga farqi yo'q. Men jin ursin. Uxlash kerak. Yo'q. Meni zirhdan kimga portlagicha o'rnatilgan. Agar biror bir ortiq sharoit qilsanglar yoki yaqinlashsanglar, odamlardan bo'lib ketadi hamma. Sekin, bularga farq yo'q shekilli odamlarning o'lishiga. Mana agar yaqinlashsang odamlarni otaman. Sekin. Do'stlar, afsuski patronlar tugab qoldi. Mayli. Hozir yaxshi. Mana sekin. O'tish yo'li tegmayapti. Bo'ldi mana. Jin ursin. Hozir ozgina qol do'stlar, yana asosiysi yaqinlashmasa bo'ldi. Sizlar esa qimirlamay turinglar. Ana shunday boshingizni pastga qaratib, men tanimay qolish bo'ldi. O'ldirildi. Xo'sh, jim tur jitel. Agar politsiyaga qo'ng'iroq qiladigan bo'lsanglar, otib tashlayman. Xo'sh, bo'ldi. Hamma o'z joyida, sekin. Xo'sh, mana shu birinchi bo'lishi kerak. Menda kalt bor, yaxshi. Hozir ochamiz va mana do'stlar, ochildi va mana u. Menimcha bu qanaqadir bazukaga o'xshagan qurol bo'lsa kerak. Buni qaranglar. Bu menimcha tankka qarshi kichik artilleriya quroli, bilmadim. Bunaqangi gap bormi yoki o'zim o'ylab topdimmi? Menimcha ishimiz tugadi. Xo'sh, ana shunday pastga qaranglar. Sekin do'stlar, sizlar ham eshitdinglarmi? Sirena ovozi menimcha hozir jang qilishga to'g'ri keladi. Menda patron yo'q. Makonda ozgina patron bor va revolverimni hozir qayta o'qlab olaman. Ana xolos. Jin ursa endi.